Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar, barchangizga xayrli kech tilagan holda mana dekabr oyini ham Xudo xolisa chiroyli qilib yakunlab olyapmiz. Kirib kelayotgan yangi yillar bilan barchani muborakbod etib qolamiz. Sizlarga esa mana shu turdagi yangi mebellarimizni xonadoningizga nasib qilishini tilab qolamiz. Ushbu modelimizni sizlarga yaqinroqdan ko'rsatib va tanishtirib o'taman. Bularimiz mana bu qo'l qismlari ham o'ta chiroyli qilib yasalgan, oyoqlari ham yong'oqdan, bu ham yong'oq materialdan, ichlari esa 100% sasna displeylik. Razmerlari 3.60 ga 2.50 bo'ladi, ya'ni 2.5 bo'ladi. Stollari ham o'ziga moslab qilingan 220 lik stollarimiz va mana bu katta pufiklari bilan bu modelimizni narx-navosiga kelsak, bularimizni komplekt holatida O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa yoki mebel kerak bo'lsa, ushbu modelimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxini 13 million 200 ming so'm deyapmiz. Albatta O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Faqat vodiyda o'zida, ya'ni Andijonda dastavkasi bepul xolos. Qolgan viloyatlarga dastavka pullari mavjud. Keyingi modellarimizni ham sizlarga ko'rsataman. Va mana bu yerda esa o'sha mashhur Winnie modelimiz. Razmerlari 4.30 ga 2.30 bo'ladi. Oyoqlari 100% chinordan, ichlari esa sasna. Mana bu stollari ham mana zakaznoy qilib ikkita stol qilingan. Ya'ni bir-biriga yopishtirsa uzun bitta katta stol bo'ladi va bu yerda 3 ta pufiga bor. Bunimizning narxini chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa, zakaz qilganlar, qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bularimizni 9 milliondan O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va mana bu yerda esa o'sha o'zimizning mashhur Comfort modellarimiz. Bunimiz esa Comfort 2 yangi modelimiz bu. Mana bu yo'llarini ham chiroyli qilib, neobechniy qilib ishlab chiqqanmiz. Bular ham yong'oq materialidan bo'ladi. Oyoq qismlari ham yong'oqdan, ichlari esa sasna displeydan qilingan. 100% lik bu o'tiradigan prujinalari ham Pampers fabrichniy prujina bo'ladi. Ikkita tumbasi va stoli komplekt holatda. Hop, Comfort 2 miz, bu yangi modelimiz 9 million so'm va bu yerda orqasida esa Comfort 1, ya'ni Comfort modelimiz o'zi. Bularda ham stoli bor. Stoli bilan bularda narxini ko'p aytib o'taman. Ko'pchilik yaxshi biladi. Bularimiz 8 milliondan O'zbekistonda barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Va mana bu orqasida esa mana shu rangda yangi materialimizdan yasalgan mana. Bu rangdagisi ham bor. Bemalol yoqtirsangiz, albatta pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz chiroyli qilib yetkazib beramiz. Va bu yerda esa mana seri rangdagi original Chesterimiz, ya'ni Istanbul 1. Burchaklari o'sha aytganimdek 90 graduslik. Ichlari ham esa sasna displeyda qilingan. Sifati o'ta a'lo. Menda ko'pchilik so'rashadi, kommentarlarda ham yozadi. Ko'pchilik o'qiyman ham, telefon qilib ham so'rashadi, qimmat ekan deydi. To'g'ri, qimmat. Bularda arzoni ham bor. Mana shu oddiy misol Chesterimizni aytaylik. Bu Chesterda ham 3 millionligi ham bor, 3,5 millionlik, 4 millionligi ham bor. Tereyadan bo'lganlari. Lekin men teray qilmayman. Iloji boricha sifatini a'lo darajada chiroyli qilib, olgan odam ham maza qilib ishlasin deyman. Uyda ham chiroyli tursin deyman. Shuning uchun buni ishlovi boshqalarnikiga, ya'ni arzon ishlariga qaraganda ancha sifati bilinadi. Chunki mana bu choklarida ham, bunga ketgan mana bu ichki materiallarida ham sifatlari ancha kattaroq. Shuning uchun bularimiz sal qimmatroq. Komplekt holatda stoli bilan 6 million 200 mingga chiqarib beramiz. Bu yerda esa o'sha yangi model bunimiz ham Euro model
bo'ladi va mana bu bar qismlariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Bu yerlarda mana bemalol o'tirib choy poy bu narsalar olsanglar qo'yib ichib o'tirsa bo'ladigan holatida. Bularimiz ham suyanadigan qismlari mexanizmli bo'ladi. Mana bu spinka qismlari orqaga suriladi va kengayadi. Razmeri 440 ga 220 bo'ladi bu tomoni. Komplekt holatida bularimiz 11,5 milliondan O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, ushbu hozirgi Yevro modelimizni yana bir molochniy ko'rinishdagi rangida. Mana bu mexanizm spinkasi, razmerlari esa o'sha 440 ga 220, komplekt stol tumbalari bilan va mana bu yerda esa buni bari o'zgacha uslubda qilib qilingan. Mana Wi-Fi tizimlariga ishlaydigan bu yerda USB-lari bor. Mana bu yerda ham mana razvedkalari bor. Yevropa standartiga moslab chiroyli qilib ishlangan. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar O'zbekistonning barcha shaharlariga. Va bu yerda troyka divan kreslolarimiz ham bor. Buni divanlari ham o'sha mexanizmli bo'ladi. Suyanadigan joyi spinkasi orqaga suriladi. Mana bu qo'llari esa yoniga suriladi. Bularimizni har xil rasvetkalari bor. Bu molochniy ko'rinishda, bu ot seri ko'rinishda bularimiz mana komplekt holatida. Va mana bu yerda ushbu mana silliq yangi materiallardan yasab chiqqanmiz. Bularimizni oyoqlari hammasi chinordan bo'ladi komplekt holatda. Mana bu svetini yoqtiruvchi yurtdoshlarimiz uchun ham rasvetkalari juda ham ko'p. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Pastdagi raqamlarga albatta. Bularimizni narxlari komplekt holatida stoli bilan 9 million so'm. O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Va bu yerda hozir ko'pchilik yurtdoshlarimiz ham so'rayapti. Shohona mebellarimizni deb mana bu chiroyli rangda, chiroyli materialda shohona ishlarimiz ham chiqqan. Bularimiz razmerlari 340 ga 240, biz 3,5 ga 2,5 bo'ladi. Mana shu ikkita 3 ta pufiga bilan va mana bu stoli bilan komplekt holatida yostiqchalari bilan bularni ham chiroyli qilib O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. 9 million 800 mingdan bularimiz skidka holatda hozir ham. Undan oldingi videoimda ham aytganman, bularimiz aksiyada deb, o'zi 11 million sotilayotgan ishlarimiz bular. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, albatta o'zingizni manzilingizga chiqarib beramiz. Xo'p, bu yerda mana shu yangi modelimizni ham o'tgan safargi videolarda ham ko'rsatib qo'yib o'tgan edim. Bunimiz hozir ikki xil rasvetkasida bor. Bunisi oqroq ko'rinishda, mexanizm, orqa tomonlari ham poni ko'rsataman. Hammasi mexanizmli suriladi. Mana bu sidinasi esa kengayadi, oyoqlari esa yong'oqdan, oyoq qismlari ikkita tumbasi va stoli bo'ladi bu yerda. Bularimiz ham bemalol murojaat qilsanglar O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Dastavkalarimiz boshqa viloyatlarga albatta pulli, faqat Andijon viloyatining o'zida dastavkalar mavjud xolos. Xo'p, bularimizni narxiga kelsak, bularda 9 million 800 mingdan deb o'tgan safar ham aytganman. Komplekt holatida stoli bilan bo'ladi. Bemalol murojaat qilsanglar chiqarib beramiz. Aziz yurtdoshlar, barchaga kattakon rahmat, tashakkurimni aytib qolaman. Mana shu yergacha kuzatgan aziz yurtdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kimga qanaqa mebel kerak bo'lsa, yoqqan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Barchaga kattakon rahmat. Shu yergacha ko'rib, qo'llab-quvvatlagan aziz yurtdoshlarimizga, barchalariga, xonadoniga yangi shunaqa sifatli mebellarimiz buyursin deb qolamiz. Rahmat kattakon.